Assalomu alaykum Doston janoblar. Biz o'qitib kelganimizdan keyin uyni yig'ishtirayotganda uyimizda mana shu narsalar chiqdi. Buni mana shunaqa ko'rinishdagi simga o'ralgan latta bilan bog'langan qo'g'irchoq chiqdi. Mana shunday latta bilan o'ralgan. Bunda boshi yo'q. Ikkinchisida esa bunda lattada bosh qilinganda hozir sal buzilibdi. Uyda mana shu ikkala simga latta orqali yasalgan qo'g'irchoq chiqdi.